Diqqat! Pensiya oluvchilarga ajoyib yangilik. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Xabarlarimiz kengroq tarqalishi uchun video ostida like tugmasini bosib, kanalimizga obuna bo'ling. Rasman bundan buyon barcha o'zbekistonliklar pensiya olishlari mumkin bo'ladi. Rasmiy ravishda hech qanday joyda ishlamasangiz ham, siz hali ham pensiya olish huquqiga egasiz. Sizga kerak bo'ladigan yagona narsa yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tish mutlaqo bepul. Har yili kamida bir barobar, ya'ni 375 ming so'm ijtimoiy soliq to'lash. Har bir to'lov uchun sizga 1 yillik xizmat stajingiz sifatida yoziladi. Agar erkaklar 60 yoshga yoki ayollar 55 yoshga kelib kamida 7 yillik ish stajiga ega bo'lsangiz, siz pensiya olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Minimal miqdor oyiga 648 ming so'm deyilgan xabarda. Do'stlar, xabarlarimiz kengroq tarqalishi uchun like tugmasini bosib, kanalimizga obuna bo'ling.